O'zbek tomoshabinlariga Sadoqat, Tuhmat girdobi, Baxt ovchisi kabi seriallardagi hamda klipdagi rollari bilan yaxshi tanish bo'lgan aktyor Shohrux Hamdamov 31 iyul kuni 31 yoshni qarshi oldi. Aktyor otasidan erta ayrilgan. U san'atkor sifatida tan olinmagan hamda zapretga tushgan Shohrux Hamdamovning ijodi qanday kechgan? Shohrux Hamdamovning san'atkor bo'lishini oila a'zolari tasavvur qilmagan, chunki uning oila a'zolari orasida ichki ishlar xodimlari ko'p. Otasi rahmatli esa arxitektor bo'lib ishlagan. Oilamizda san'atkorlar yo'q deya olmayman. Xolam Vazira Yunusova aktrisa, amakilarim esa qo'shiq aytishadi. Organ sohasida ishlaydigan akam ham bo'sh vaqtida qo'shiq xirgoyi qilib turadi. Onam tish shifokori bo'lib ishlardi. Otam o'lganidan keyin bizni birovlardan kam qilmaslik uchun kurashdi. Oilaning kenja farzandi bo'lganim uchun menga hech qachon yo'q deyishmagan. Ba'zan men ham shu san'atkor bo'lishimga sabab bo'ldimikin deb o'ylab qolaman. Qo'shiqchi bo'laman deganimda onam fikrimdan qaytarishga harakat qilgan. Chunki bo'y bastim hamda jismoniy imkoniyatlarim ichki ishlar sohasiga mos edi. 2011-yili san'at kollejiga o'qishga kirib, uni tamomladim. Kollejda o'qish bilan birga Didor teatr studiyasida ham tajriba orttirdim. O'zimga bo'lgan ishonchim yuqori edi. Afsuski, bir yildan so'ng bari sarobga aylandi, deydi Shohrux Hamdamov. Aktyor otasi va uning o'limi bilan bog'liq kunlarni quyidagicha eslaydi. Otam rahmatli olamdan o'tganida bor yo'g'i 7 yoshda edim. Ammo otam bilan bog'liq shirin xotiralarim juda ko'p. Bir kuni meni Xalqlar do'stligi san'at saroyiga olib borgan. U yerni otam boshchiligida qayta ta'mirlashgan. Bahodir Hamdamov deysa juda yaxshi bilishardi, chunki otam o'z ishining ustasi bo'lgan. Afsuski, yurak xuruji sabab juda erta olamdan o'tgan. Kutilmagan yurak xuruji barchamizni esankiratib qo'ygan. O'shanda bor yo'g'i 2-sinfda o'qirdim, deydi aktyor. Institutga kirolmaganim alam qilgan. Aktyor kollejni bitirgani yiliyoq O'zbek davlat san'at va madaniyat institutiga hujjat topshiradi. O'sha yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Munavvara Abdullayeva kurs qabul qilish kerak edi. Ijodiy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan aktyorga omad kulib boqmaydi. Ijodiy imtihondan juda yuqori ball olganman. Atrofimdagilar ham institutga qabul qilinishimga ishonishgandi. Ammo testda omad kulmadi va talabalikka tavsiya etilmadim. Testdan yiqilishimni bilardim. 1-2 tanishlarim pora berishni ham tavsiya qilishgandi. Chunki o'sha yillari institutlar korrupsiyaga botib ketgan. Test o'rniga odam kiritish holatlari ko'paygandi. 3 yil san'at kolleji va Bahodir Yo'ldoshev ijod maktabida o'qib turib, nega institutga ham pul berib kirishim kerak deganman. Xullas 2015-yili institutga o'qishga kira olmadim. Keyin bir do'stim bilan kelishgan holda Hindistonga borib o'qishni niyat qildik. Ba'zan yaxshi ham institutga kirmagan ekanman, bo'lmasa musofirchilikning nonini totib ko'rmasdim, deydi Shohrux Hamdamov. Aktyorni bu gal ham onasi qo'llab-quvvatladi. U o'g'lining xohishiga qarshi bormay, unga bilet va xarajatlarni qoplashga yaxshigina pul berdi. Bolalikdan Shohruxxonning muxlisiman. Uni uyiga boraman, gaplashaman deb orzu qilgandim. Ammo bu o'ylaganimdan ham qiyinroq ekan. Uning atrofida dunyoning turli nuqtalaridan kelgan insonlar to'planishar. Aktyorni hech bo'lmasa bir marta hayotda ko'rish uchun bir necha kunni bedor o'tkazishar ekan. Biz ham bordik, ammo o'sha kunlari Shohruxxon Dubayda hordiq chiqarayotgan ekan. Keyin Anupam Kherining 6 oylik o'quv kursiga hujjat topshirdik. U yerda pulini to'lasa bo'ldi, imtihon topshirib o'tirilmas ekan. Aslida ham ijod bilan bog'liq institutlarga mahoratning o'zi yetarli bo'lsa kerak. 6 oy mobaynida juda ko'p narsalarni o'rgandim, deydi aktyor. O'zbekistonga qaytgan aktyor o'zini nafaqat bu yo'nalishda, balki rejissyorlikda ham sinab ko'rmoqchi bo'ladi. Kliplarga ko'p taklif etishardi. Shunday vaziyat bo'ldiki, aktyorlikdan ko'nglim qoldi. Shunda rejissyorlik qilish haqida o'ylab qoldim. Hindistonda rejissyorlik bo'yicha ham saboq olgandim. Tarona Records'ning rahbari Ravshan Yo'ldoshevning oldiga borib, klipmekerlik qilmoqchiman dedim. O'shanda bor yo'g'i 20 yosh bo'lsam ham Ravshan aka ra'yimni qaytarmadi. Bir ikkita klip olgandan keyin ba'zi insonlar meni aynitishdi.
sendan foydalanishadi deyishganidan keyin taronadan uzoqlashgandim. Ammo bu ham yaxshilikka bo'ldi. Agar o'sha paytda rejissyorlikdan ko'ngil uzilmaganida aktyor emas, rejissyor bo'lib tanilgan bo'larmidim, deydi aktyor. Shohrux Hamdamov rejissyor Zulfiqor Musoqovdan ranjigani va undan ko'ngli qolishiga sabab bo'lgan voqeani aytib berdi. Ilgari kasting topshirishga O'zbek kinoga ko'p borardim. Bir kuni rejissyor Abduhalil Mignorov bilan suhbatlashib o'tirganimizda xonaga Zulfiqor Musoqov kelgan. U insonni hurmat qilardim, chunki Osmondagi bolalar filmini ko'rib katta bo'lganmiz. Yoshi ham katta, ustoz deb o'rnimdan turib salomlashdim. Ustoz qanaqa ustoz? Meni shogirdim emassan deb g'alati muomala qildi. Juda g'alati ahvolga tushdim. O'shanda Abduhalil aka yumshatib, hurmat qilib ustoz deyayotganiga rahmat desangchi deganda. Mana shu gapdan keyin u kishiga bo'lgan hurmatim sarobga aylangan. Ijodkor sifatida hurmat qilaman, ammo inson sifatida o'shanda albatta aktyor bo'laman, fikrlaringga chaqirasan deb niyat qilgandim. Berlin Oqqo'rg'on filmga yordamchilaridan biri qo'ng'iroq qilib kastingga chaqirdi. Vaqtim yo'qligini aytib rad etdim, deydi aktyor. Shahzod Sultonov hamda Shohrux Hamdamov ham bir paytlar yaqin do'st bo'lishgan. Afsuski hozirda moliyaviy kelishmovchilik sabab ularning munosabatlari buzilgan. O'zbek shou biznesidagi aktrisa va xonandalar bilan tarqalgan mish-mishlarning qanchalik haqiqatga yaqinligi va bo'lajak turmush o'rtog'ini san'at sohasidan tanlamasligi haqida gapirdi. Munisa Rizayevaning klipida o'ynaganim uchun meni u bilan sevishadi deb o'ylashgan. Hozirgi kungacha 40 dan ortiq klipda o'ynagan bo'lsam, hammasida shu mavzu bor. Yaqinda Rayhon Asadova bilan Million jamoasining konsertida yonma-yon o'tirib qoldik. Yana shu gap chiqdi. San'atdan emas, boshqa yo'nalishdagi qiz bilan munosabatda bo'lganman. Biroq san'at sohasidan uylangim yoki biror bir jiddiy mavzuda qaragim kelmaydi. Bir-birimizni tushunmaymiz deb bilaman. Onam bunga qarshi emas, aksincha bir klipda shu qiz bilan rol o'ynabsan, shuni surishtir deb qo'yadi. Lekin bo'lmasligini bilmaydi, deydi Shohrux Hamdamov. Aktyor o'zining shaxsiy hayotida Aysanim Yusupova bilan tarqalgan mish-mishlarga ham izoh berdi. Ko'rsatuvlardan birida aytilgan gapni keyinchalik kesib, montaj qilib ijtimoiy tarmoqlarda tarqatib yuborishdi. U yerdagi voqea aslida qanday bo'lgandi? Shunchaki do'st sifatida yaxshi ko'raman uni deganimni kesib, montaj qilib bo'rttirib yoyib yuborishdi. PR uchun ishlaydigan inson emasman. To'g'ri, balki bu usul ham yaxshidir, lekin men uchun emas. Bilmadim, ular nimaga bunday qilishdi. Balki ba'zi rejissyorlarda shu orqali ko'rsatuvning obro'yini ko'tarish maqsadi bo'lgandir. Ko'rsatuvga chiqishga rozi bo'lgani va qatnashganimdan afsuslandim. Ko'rsatuv yarmida ketib qoldim, deydi aktyor. Shohrux Hamdamov zapretga tushganligini bilmasligi va 2 loyihada shu sabab suratga tusholmagani haqida kuyunib gapirdi. Nima sababdan zapretga tushganligimni bilmayman, sababini topolmayman. O'zbek kinodagi hech bir inson bilan shaxsiy adovatim bo'lmagan. Hozir ham birorta rejissyorning kinosi yaxshi chiqmagan bo'lsa, yaxshi chiqmaganini aytaman. Yaxshi chiqqan bo'lsa, yaxshi deyman. Chunki biz shu sferadagi insonlarmiz. Zapretga tushganim bo'yicha aniq sabab topolmayapman. Keyin atrofdagilar ham aniq fikrni aytmayapti. Menga zapretga tushganligimni aytib, kinoga yaqinlashtirishmaydi. Ikkita loyihaning suratga olish jarayonlari boshlanishi kerak edi. Lekin shunaqa gap so'zni eshitdim. Men zapretdan qo'rqmayman, qanday ishni qila olaman. Kliplardan takliflar ham ko'p. Nechta rejissyorlar taklif qildi. Bu narsa meni tinchlantirmaydi. Alam qiladigani, bu sohaga 8 yil umrimni tikkanman. 8 yilning har 2 oyida suratga olish jarayonlari bo'lgan. Viloyatlarga borar edik. Bir yilda 3 tadan kinoga tushgan bo'lsam, yarim yildan ortiq umrimni sarflaganman. Shundan keyin shunaqa gap so'zlar bo'lsa alam qilar ekan. Men kimga yomonlik qildim yoki borib biror joyini yoqib yuborganim yo'q. To'g'ri, rejissyorlar bilan aytishib qolgan paytlarim, suratga olish jarayonlaridan ketgan vaqtlarim bo'lishi mumkin, lekin hammasining sababi bor. Balki bu yerdagi ijodkorlarga qaysidir intervyudagi gapim yoqmagandir. Bu degani bo'ldi, yopildi degani emas. Zapretga tushishimga sababchi bo'lgan insonlarga zo'r bo'ldi. Dam olishga sharoit yaratib berdingiz, rahmat. Nimaga unaqa gap so'zlar qilib yurganingizni bilmadim. Hammasi vijdoningizga havola degan bo'lar edim.
Shuningdek, aktyor Shohrux Hamdamov o'zidan 11 yosh kichkina qizga, ya'ni 19 yoshli meditsina sohasida ta'lim olayotgan qizga uylandi. U 30 yoshda, ayoli esa 19 yoshda bo'lganligini xalqdan yashirmadi. 30 yoshda uylangan bo'lsam ham o'zimni xuddi 20 yoshdagidek his qilyapman deya aytib o'tgan edi aktyor.